Gemikistoniy kompaniyasi ishlab chiqargan bruschatka mahsulotlarini sifati bilan birgalikda mustahkamligiga ham katta e'tibor beradi. Bu qo'limdagi uskuna sklerometr deb ataladi. Bu uskuna yordamida maxsus beton qorishmalarini markasi, ya'ni mustahkamlik darajasini aniqlab beradi. Ushbu mahsulot mramor toshini qumi hisoblanadi. Bruschatkaga qo'shilganda mustahkamligi bilan birgalikda o'ziga suv olmasligini ta'minlab beradi. Keling, sizlar bilan birgalikda bruschatkalarimizni sifatini tekshirib ko'ramiz. Ro'porosa 1 yil oldin mana shu obyektimizga chiroyli holatda bruschatkalardan qilib berganmiz. 1 yil o'tgandan keyin ham sifati qanaqangi turganligini sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin, bruschatkamiz o'z sifatini yo'qotmagan 400 oshiq markani ko'rsatib turibdi. 15 xildan oshiq bo'lgan bruschatka mahsulotlarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun quyidagi havolaga nomeringizni qoldiring yoki kommentariyaga plus belgisini yozing. Sizlarga menejerlarimiz aloqaga chiqishadi.